Hozir SVM G03 avtomobilda harakatlanib ketmoqdaman. Shu o'rinda sizlarga cruise control tizimi haqida tushuntirib o'tmoqchiman. Ko'pchilikka qiziq bo'ldi bu. Aynan mana shu knopka orqali cruise controlni ishga tushirsangiz bo'ladi. Bitta mana shuni bossangiz, tabloda sizda mana bu yashil belgi paydo bo'ladi. Bu albatta cruise control ishga tushganini bildiradi. Va bu yerda yana knopkadan pastga bosadigan bo'lsangiz, o'sha ketayotgan tezligingizga belgilab beradi. Hozir men oldin tezlik belgilab qo'yganim uchun 100 tezlikni belgilaganman. Hozir bitta mana shu knopka orqali bitta tepaga bosadigan bo'lsam, o'zini eslab qolgan pamyati bo'yicha 100 gacha men pedal gaz bosmasam ham o'zi olib chiqadi. Ostiga esportlab beraman. 75 tezlik. Hozir men gaz bosib ketyapman. Shunda mana knopkani bitta bosaman, mana 101 ga qo'yilgan. O'zi olib chiqib ketadi mana. Mana. Men gaz bosmayapman, tezlik ko'tarib ketyapti. 88. Gaz bosmayapman. Nimani hisobiga? Chunki oldin o'sha eslab qolganini hisobiga. Hozir mana 100 ga borib to'xtaydi o'zi avtomatik. Mana 101. Bo'ldi, 101 dan yo'lga o'tmaydi. Chunki sababi men 101 ga bundan oldin o'sha cruise controlni sozlab qo'ygan edim. Mana gazni bosmayapman. Gaz bosmagan holatda mana o'zi avtomobil harakatlantirib ketyapti. Bu albatta uzoq yo'llarda qo'l keladi. Charchagan vaqtingiz foydalanib ketsangiz bo'ladi, lekin maslahatim doimiy cruise controlda yurmang. Chunki agar sizda harakat bo'lmasa, ya'ni uxlatib qo'yishlik ehtimolligi yuqori bo'ladi. Shuning uchun iloji boricha doimiy harakatda bo'lib, tem bo'li avtomat bo'lgandan keyin, faqat gaz tormoz bosgandan keyin mana bunaqa kunni issig'ida odam uyquga tortib ketadi. Shuning uchun maslahatim cruise control juda ham ko'p ishlatmang. O'sha joiz bo'lgan vaqtda ishlatsangiz, mana shunaqa qulayliklarga ega bo'lasiz.